Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanal obunachilari. Ko'p vaqtdan beri videoga, ya'ni kanalga kontent qilmay qo'ydim, ya'ni video qilmay qo'ydim. Sababi shu tirikchilik, ya'ni hozir vaqtda 100% точка зрения taksiga qaratilgan, ya'ni Yandex.Driver. Hozirda shu Rossiyaning Vladivostok shahri taksi bilan shug'ullanyapmiz. Asosiy vaqtimiz taksida o'tyapti. Asosiy taksidan bo'ladi hayotimiz. Hozirda Komfortdan zakaz tushgan. Svetlanskiy 189 dan ketyapmiz meniki, xudo xolasa. 11.000 rubl podarka qiladi, ya'ni 177 ta zakaz bajarsam yangi yilga podarka deb yuguryapmiz. Hozir men bu ko'rib turgan ko'chalaringiz Baleyevadan Lugovoyga tushish. Men bu торговый center Lugovoy. Menga qarab Svetlanskiy qarab burilib ketadi. Односторонка bu. Komfortdan tushdi. %110 koeffitsient bilan qani qayga bor ekan. Slovensk 19 yaxshi shu yerga ekan. Shtuk tez bitadi-da. Slovensk Vladivostokda mana cho'nqur yo'llar ko'p, baland, past, tepalarga chiqish, tushish. Здесь-то? Вот где лестница, да. Ага. Пожалуйста. До свидания. Хорошего вечера. Shunday qilib zakaz yakunlaymiz. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Endi keyingi zakaz kutamiz. Hozir mana уже siniy zonamiz hali 5 ta 50 ta o'tganda ishga tushgan. Bizlarga hozir bu ne interes. Avval yaxshi edi. O'sha ko'k zonadan 1 metr olib chiqsangiz ham 600 so'm bo'lsa первый попутчик xo'p olamiz, chunki prioritetimiz tushib ketgan. Ya'ni necha 15 olib qolganman shunaqa. Avval 1 metr olib chiqsak ham o'sha 600 so'mni berardi. Hozir yo'q, bermay qo'ygan. Ya'ni uzoq kilometrga olib ketsa, masalan qancha 1,5 ming bo'lsa 1,5 ming qo'shib beradi. Endi ikkinchi zakazga ketamiz. Ya'ni попутчик degani bu ikkita klient olamiz. Bitta beradi, yana orqasida yana beradi. Ikkita ketadi, ya'ni попутчик deyiladi. Slovenskiy 17-19 bir yerda. Hozir 19 dan aylanib pastga tushib ketamiz. Mana Vladivostok shahrining kechki ko'rinishi. Men bu shaharda o'rtasida, bunday nima desam, juda shaharda chiroyini buzib turgan xunuk uylar ko'p. Ya'ni bular endi qachonki yonib ketsa yoki biron bir narsa bo'lsa, davlat beradi keyin bularga yangi uy. Ko'p shunaqa yonib ketadi. Shunday qilib zakazimiz
Fabrikskiy улица 8 bidan tushibdi. 120 koeffitsient bilan с попутчиком. Yaxshi, bizlarga shtuk tez o'rnashishga yordam beradi, lekin arzonroq chiqadi, lekin ikkalasini qo'shsa ba'zida yaxshi koeffitsient bergandan ham qimmatroqqa tushib ketadi. Nevelskiy 19 Nebut rayon. O'sha qarab yo'l olamiz. Ya'ni men yashaydigan rayonga zakaz tashadi. Mana bu yerni parkovka qilib turamiz. Xo'p, sog' bo'lasizlar. Endi faqat mana shu taksi haqida kontent qilishga harakat qilamiz. Endi mana shu 100% shu ish bilan ovoramiz, taksi bilan. Keyingi videolarda mashinam qanaqaligini ko'rsatib o'taman sizlarga.